Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan 3 xonali kvartirani e'tiborlaringizga havola etamiz. Bizning bu turgan yerimizni ko'pchilik o'zi bilib olgan bo'lsa kerak. Rad centerdan kelaverishda Shavot yo'lida Elite House'ning ishidagina joylari bor. Shu yerda bir 3 xonali kvartira sotib qo'yilayotir. Shuni birgalikda izlab ko'rib chiqamiz. 13-avtobus qatnaydi bu yerga. 28. Transportdan bu yerda muammo yo'q. Endi dvor qismına borib videorolikimizni davom qildiramiz. Azizlar, mana dvor qismına yetib keldik. Görüp turalarinizning dvor qismi chiroyli. Parkovочный zonalarına ega, besedkalari, детский площадкалari, mashin qo'yish uchun специальный parkovочный zonalari bor. Inashi xo'shiroy dom. Endi ichana giramiz. Şimdi kod terib giriladi ekan. Kodunu terib beramiz hozir. Açıldı. İçine girip boramiz. Liftlar qo'yilgan tayyor. Lekin liftni bir hozir aytib o'tdilar. Bu yerda hozir ustalar ishlab turibdi ekan, shuning uchun gruz qatnamasliklari uchun vaqtincha liftni ishlatmay qo'yibdi ekan. Shuning uchun bugun peshkom chiqamiz, yuqori ko'tarilamiz. Ko'rib turganlaringizning har etajida 3 ta kvartira joylashgan. Endi sizlarga aytgan 3 xonali kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Bunday damir eshiklar o'rnatilgan. Proyektda menga lichna yoqdi. Sizlar ham yoqadi deb umidamiz. Mana bu girish qismini ko'rsataman. Shundan kirib keladigan bo'lsak, bu yerina prixожий qismi. Dor emas, yomon emas, chotki. O'ng tomonidan bemalol shkafchiklaringiz o'tib o'rnatsangiz bo'ladi. Xonalarga o'zini alohida giriladi ekan. Kvartiramizni расположенияsi skvoznoy, 2 tomonlama. 2 ta balkoni bor. Ishxonasidan boshlasak. Bu yerda balkon. $5,5 metr uzunluğu, enine 280 ekan. Bu spalya, birinchi spalyamiz. Bu yan tarafimizda kuxnya qismi joylashgan. Endi oshxonasi. Endi yana bir balkoni bor edi. Chiqadigan bo'lsak, детский площадкаlar. Hamma joyi chotki tuzilgan. Skvoznoy kvartira. Shamol aylanib turadi. Yana bu yerda yana sanuzyeli hojatxonasi. Yana bu yerda bir yere bir spalya tushadi. Onun iyini olarak 3.30'a 5,5 xona. Yine birinde vanna xonasi, yuvinish xonasi.
trubaları, su bərkəsi ucu gəlib ötüb durubdu. Yine birində zal kısmı. Zalını yine 3,5, uzunluğuna 5,5. 3,5, 5,5 bir zal. Ümumi meydanı 85 metr kvadrat. 3 xanalı yangi kvartira. Hörmətli kanalımız abunəçiləri, kimcə şimdi kvartira gerek olsa, videorolikimiz pəsində telefon rəqəmlərimiz hər daim gidə yazıb qaldırıladı. Şimdi like'larını basıp bizə qollab dursanızlar, xuda qalasa, yenə də köprak caylarını sizlərə göstərişində davam etəmiz. Sağ olun,